Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun aholi orasida keng tarqalgan tizza bo'g'imi artrozi kasalligi haqida sizlarga tushuncha bermoqchimiz. Tizza bo'g'imi artrozi bu tog'ay to'qimasidagi distrofik degenerativ o'zgarishlar natijasida kelib chiqadi. Bunda tog'ay to'qimasi ingichkalashadi va yupqalashadi. Tizza bo'g'imi artrozi bu surunkali kasallik hisoblanib, asosiy yoshi keksa odamlarda bu kasallik kuzatiladi. Doimiy og'riq sindromi tufayli bemorlarning hayot tarzi yomonlashadi va bu nogironlikka olib keladi. Tizza bo'g'imi artrozining kelib chiqish sabablari quyidagicha: bu genetik moyillik, shikastlanishlar, ortiqcha tana vazni oshishi va semirish, stress holatlari bo'lishi mumkin. Artritlar, ya'ni bu artritlar tizza bo'g'imini yallig'lanish kasalliklari bo'lib, bunda tizza bo'g'imi suyuqligi ko'p miqdorda ishlab chiqadi va bu tizza funksiyasini yomonlashiga olib keladi. Kasallik belgilari quyidagicha bo'ladi: bemorlarda harakat cheklanishi, tizza bo'g'im atrofida shish paydo bo'lishi, o'tirib turish qiyinligi bilan jarayon kechadi. Davo choralari bu bo'g'im funksiyasini yaxshilash, og'riq va reaktiv yallig'lanishni to'xtatish. Bu usullardan biz medikamentoz va medikamentoz bo'lmagan usullardan foydalanamiz. Medikamentoz bo'lmagan usullar bu fizioterapiya muolajalari va jismoniy mashqlar tavsiya etiladi. Agar sizni tizza bo'g'imidagi muammolar qiynayotgan bo'lsa, Kitob tumanidagi Salomatlik akademiyasi ko'p tarmoqli davolash va diagnostika markaziga murojaat qiling.